Sarg'aygan tishlaringizni 60 soniya ichida uy sharoitida oqartiring. Buning uchun yarim choy qoshiq tuz, kurkuma va tish pastasi kerak bo'ladi. Ularni bir-biriga aralashtiring va tishlaringizni yaxshilab tozalang. Atigi 2 marta qo'llash natijasida tishlaringiz oqaradi. Bu videoni tishlari sarg'aygan do'stingizga yuborib qo'ying. 15 minut kutib turing, chuchvara pishadi. Bu suvda xamir yoyib chuchvara tuqquncha, mani bolalarim chuchvara yaxshi ko'radimi desam, hamma bolalar chuchvara yaxshi ko'rishar ekan. Piyozni qirg'ichdan chiqarsa, suvi chiqib ketmaydi. Kerakli pripravalarni sovalasiz, aralashtirasiz, dumaloq shakl berasiz. Xuddi shu shaklda bo'sh paytingizda tuqib morosilkaga qo'yib qo'ysangiz, keyingi safar tayyorlash bundan ham osonroq bo'ladi. Dumaloq qiymalarni bitta unga dumalatib olasiz. Bitta tuxum, 3-4 qoshiq suv, tuz va un solib aralashtirdim. Aralashma xuddi quymoqqa o'xshab massa bo'ladi. Oldindan qaynatishga qo'yib qo'yganman. Endi bo'lsa har bitta sharikchalarni xamirga botirib, keyin suvga solaman. Xohlasangiz Galina Blanka ham qo'shib yuboring. Men solib o'tirmadim. Qo'y go'shti qildim. Shunaqa mazali chiqdi. Men chuchvarani kashnich ko'kati va smetanasiz tasavvur qila olmayman. Shu usulda albatta tayyorlab ko'ring. Ham vaqtingiz tejaladi, ham mazasi sizga yoqadi.